Mahsulotlar bo'limi yetkazib beruvchi korxonalar sonini kuzatishimiz mumkin. Qo'shish tugmasi orqali yetkazib beruvchi korxona nomini kiritib olamiz. Ismi, familiyasi, telefon raqami agarda bizga kerak bo'lmasa kiritib o'tishingiz shart emas. Agarda kerak bo'lsa, ma'lumot o'rnida yozib qo'yganingiz ma'qul. Saqlash belgisini bosamiz. Bu yerda mahsulotlar soni 0 turibdi. Qo'shish tugmasi orqali mahsulot qo'shib olamiz. Gorilla mahsulotimizni kiritib olamiz. Bu yerda olib kelingan mahsulot sonini kiritib o'tamiz. Bu yerda xarid narxini, sotuv narxini kiritib olib, qarzgami yoki markirovkalanganligini belgilab o'tamiz. Saqlash belgisini bosib, mana ekranda paydo bo'ldi. Chekkada 3 nuqta mavjud. U yerda o'zgartirish, ya'ni xarid narxi bilan sotuv narxini o'zgartirishimiz mumkin. O'zgartirish belgisini bosamiz. Yangilandi. Ikkinchisi mahsulot qo'shish belgisi, ya'ni olib kelingan mahsulotga yana bir bor son qo'shamiz. Qo'shish tugmasini bosdik. Miqdori o'zgardi. Endi mahsulotni qaytarish, ya'ni vazorat qilish 10 tasini qaytaramiz. Yana qaytarish belgisini bosamiz. Ko'rib turganingizdek miqdori o'zgardi. Mahsulotlar bo'limi yetkazib beruvchi korxonalar sonini ko'rishimiz mumkin. Qidiruv tugmachasi orqali esa ularni osongina qidirib topishimiz mumkin. Optim 70 market misolida ko'ramiz. Bu yerda mahsulot nomi, mahsulot kodi, mahsulot turi, miqdori, xarid narxi, sotuv narxi, kelishtirilgan narxi sanalarini kuzatishimiz mumkin. Tepada filtrlash tugmachasi mavjud. Bu yerda 4 xil usulda mahsulotlarimizni osongina qidirib olsak bo'ladi. Birinchisi nomi bo'yicha. Ikkinchisi mahsulot turi bo'yicha, ya'ni kategoriyalar orqali. Uchinchisi sana bo'yicha. To'rtinchisi narxdan narxgacha. Qidiruv tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin.